Iyun oyida bizni bir-biridan shiddatli janglar kutmoqda. Like bosib obuna bo'ling. Avvaliga 6-iyun mag'lubiyatsiz Xotan Boynazarov Rangel Desaga qarshi. Aynan shu kuni Shahobiddin Egamov top 9-gini ikkinchi bor himoya qiladi Grossmeisterga qarshi. 13-iyun kuni Humo Arenada Muhiddin Mamajonov va Fazliddin Madraximov o'rtasidagi trilogiya. 14-iyun RAF turnirida Hamza Chumayev, Dylan Dennis va Armand Sarukian Tony Ferguson qarama-qarshiligini ko'ramiz. Va ushbu kechada Bekzod Abdurahmonov ham chiqish qiladi. 15-iyun kuni Ilya Topuria Justin Gaethjega, Alex Pereira esa Cyril Ganga qarshi. 26-iyun Aslamjon Ortiqov Asadulla Imangazaliyevga qarshi chempionlik kamari va nefsit. 27-iyun Nursulton Ro'ziboyev Andrey Pulgayevga qarshi, Shara Magomedov Michael Pereiraga qarshi. Ushbu kecha boks afsonasi Floyd Mayweather Zambidisga qarshi. Barcha janglarni jonli efirda ko'rish uchun bizning yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz uchun havola ustiga bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Barchaga iyun oyida bizni bir-biridan shiddatli janglar kutmoqda. Like bosib obuna bo'ling. Avvaliga 6-iyun mag'lubiyatsiz Xotan Boynazarov Rangel Desaga qarshi. Aynan shu kuni Shahobiddin Egamov top 9-gini ikkinchi bor himoya qiladi Grossmeisterga qarshi. 13-iyun kuni Humo Arenada Muhiddin Mamajonov va Fazliddin Madraximov o'rtasidagi trilogiya. 14-iyun RAF turnirida Hamza Chumayev, Dylan Dennis va Armand Sarukian Tony Ferguson qarama-qarshiligini ko'ramiz. Va ushbu kechada Bekzod Abdurahmonov ham chiqish qiladi. 15-iyun kuni Ilya Topuria Justin Gaethjega, Alex Pereira esa Cyril Ganga qarshi. 26-iyun Aslamjon Ortiqov Asadulla Imangazaliyevga qarshi chempionlik kamari va nefsit. 27-iyun Nursulton Ro'ziboyev Andrey Pulgayevga qarshi, Shara Magomedov Michael Pereiraga qarshi. Ushbu kecha boks afsonasi Floyd Mayweather Zambidisga qarshi. Barcha janglarni jonli efirda ko'rish uchun bizning